Assalomu alaykum aziz futbol tomoshabinlari, futbol ishqibozlari, ushbu videoni oxirigacha ko'rib, kommentariyada "Olg'a O'zbekiston" deb yozib qo'yishni unutmang. Sababi O'zbekiston tarixda ilk bor jahon chempionatiga chiqish arafasida. Assalomu alaykum aziz futbol tomoshabinlari, futbol ishqibozlari, ushbu videoni oxirigacha ko'rib, kommentariyada "Olg'a O'zbekiston" deb yozib qo'yishni unutmang. Sababi Assalomu alaykum aziz futbol tomoshabinlari, futbol ishqibozlari, ushbu videoni oxirigacha ko'rib, kommentariyada "Olg'a O'zbekiston" deb yozib qo'yishni unutmang. Sababi O'zbekiston tarixda ilk bor jahon chempionatiga chiqish arafasida va biz ham tilab qolamiz. Nasib bo'lsa jahon chempionatiga chiqib, o'sha joylardan qaysidir ma'noda O'zbekiston futbolini dunyoga ko'rsatib qo'yishini, ya'ni O'zbekiston terma jamoasini. Xo'sh, vakillarimiz Jahon chempionati 2026 saralash bosqichi doirasida 5-o'yin kuni Birlashgan Arab Amirligiga qarshi safarda o'yin o'tkazadi. Xo'sh, bosh murabbiy Timur Kapadze tomonidan yig'inga jalb etilgan futbolchilarning ro'yxati bilan tanishib chiqing. Darvozabonlar: O'tkir Yusupov,